Qovun shirinmikan aka? Alhamdulillah, gap yo'q ammo qovunga. Buni yeganingizdan keyin novat yemaysiz, oqqon yemaysiz, shakar yemaysiz. Mana shu Sirdaryo hududidan o'tgan qovun bozoriga Og'ringiz qolib ketdi. Qolaversa, Oxirgisi qolib ketdi. Eng qiziq qovun qolib ketdi. Nomini nima demaysizmi? ha, nomi nima? Nomi Tayson. Demak, hozir qovun tarvuzlar sotiladigan maxsus katta pavilyonda turibmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, bu pavilyonda 100 ta tochka mavjud, ya'ni taxminan 100 ta sotuvchi qovun tarvuz sotish bilan shug'ullanadi. Ularning har birida hozir shu pavilyonlarga keltirilgani 2000 tadan taxminan qovunlar bor ekan. Demak, bu pavilyonning o'zida salkam 200 mingga yaqin qovunlar bor degani bu. Qolaversa, pavilyondan tashqari katta yo'lning ikki yonida ham qator bo'lib qovun uyumlarini ko'rishimiz mumkin. Bu undan ham ko'proq miqdorini tashkil etadi. Biz hozir aynan shu yerda qovun sotayotganlarning fikri bilan tanishamiz. Nechta turdagi qovun turlari bor, ularning mazasi qanaqa va mazasi bilan, ta'mi bilan tanishamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qovun shirinmikan aka? Alhamdulillah, gap yo'q ammo qovunga. Oti nima ekan qovunni? Bu qovunning nomi tulki burun ekan. Mana shu qovundan. Ammo ta'miga gap yo'q. Bu faqat nima uchun, syomka uchun aytmayapsiz-a? Yo'q. Tikka turib yeyish qanday bo'lyapti? Tovongacha boryapti, tovongacha. Zakondan. Yeb qo'yapsizlar, hammasi yeyalasizlarmi? Ha, yevoramiz, xudo xolasa. Men Surxondaryolikman. Tojikiston, Qirg'iziston, O'sh, Jallobod, Andijon, Farg'ona, Qo'qon aylanib kelyapmiz. Qovunni maza qilib mana yeding. Bunaqa qovun bozor bormi? Meni ko'rgan? Yo'q. O'zbekistonning qovunlari eng mashhur qovunlar. Hatto Isparada, Tojikiston Ispara shahridan mana shu kampir-chopon qovuni O'zbekistonning. Mana shunday. Bizning qovunlarimiz, dehqonlarimiz eng olijanob, eng mehnatkash odamlar. Hozir yeb turgan qovuningiz qanaqa ekan? O'ta shirin. Buni yeganingizdan keyin novat yemaysiz, oqqon yemaysiz, shakar yemaysiz. Mazza qilasiz. Biz hozir mana dehqon Bahodir akaning yonlarida turibmiz. Bahodir aka o'zlari yetishtirgan qovunlar qolaversa, shu yerga keltirilgan qovunlar, ularning turlari haqida ma'lumot berishadi. Marhamat aka. Qanaqa qovunlarimiz bor bu yerda? Bu yerda endi 30 xildan oshiq qovun bor. U kechikib ketadi, hammasi tushuntirsam. Endi bori 10 xil. Shuni ko'rsataman. Demak, mazasi bilan, ta'mi bilan birato'la tanishib o'tamiz. Bu qovunimiz qanaqa qovun? Bu gulobi bu. Bu mana demak, gulobi degan qovun. Gulobi degan qovun. Mazasi bilan tanishaverasiz, bemalol. Bu kuzgi qovunimiz. Juda zo'r karsillama. Bu ko'kcha qovunimiz bu. Bunisi ko'kcha qovunimiz. Kuzgi qilib ekkanmiz. Erta bahordan kuzgacha uzilmaydi bu qovun. Klient ko'p, o'ta ko'p. Butun O'zbekiston biladi bu qovun. Yumshaqqina kattalar bor ham qovun, ham yoshlar bor, ham kattalar bor. Ta'mi o'zgacha. Bu qora qovun, boya yegan qovunlaring. Buni ta'mini bildilaring. Ha, buni ta'mini ko'rdik, buni ham o'ziga xos. Bir-birini takrorlamaydigan. Bu qirqma qovunimiz bu. Bunisi qirqma qovun, juda ham ko'pchilik biladigan qovun. Kuzga, ya'ni kuzda yetiladi, pishib, qishi bilan turadi. Yangi yilga ham odatda eskidan bolaligimizdan qirqma qovunlar yangi yil dasturxonlariga ham olib ketilgan. mart oyigacha kelib so'rashaveradi, topib beralaman. Demak, mart oyigacha qovunxonada saqlaymiz. Mart oyigacha topib beralaman. Mart oyigacha mana shu Bahodir akamizga murojaat qilinsa, mana shu qovundan topish mumkin. Sizning nomingizdan kelsa, bonus bor. Karsillama bu ham. Demak, bir qiziq YouTube kanalimizni nomidan kelib Bahodir akamizga murojaat qilinsa, qovunlarga bonus bor ekan. Bu ham qishki qovunimiz, kuzda uziladi. Aha, buni nomini saqlab, bu zalatoy bu. Zalatoy. Tirish qovun deyshadi, zalatoy deyshadi. Nomi ko'p. Turish ham mana tirishib turibdi, shuning uchun tirish qovun deylar ekan. Men ta'mini ayting endi. Hammasidan boshqacha. Bir karsillamaligi ham bor, yumshoqligi ham bor. Juda mazza.
bunisi qanaqa qovun? Bu kampir qovun bu. Bu Qari qiz deng. qari qiz degan qovun ekan, kampir qovun deb vodiyda ham aynan kampir qovun nomi bilan mashhur bo'lgan qovun. Yosh katta hojona, hojatalarimizga tavsiya Demak, qilamiz. haqiqatda Kelishaveradi. nomiga mos qovun ekan. Yosh kattalarga hattoki nima tishi yo'q qariyalarimizga ham tortiq etilsa bo'ladi. Bu endi oxirgi qovunimiz. Shu yerda to'xtataveramiz. Ha, o'zi Ha, o'zi 6-7 xil bo'lib qoldi. mana biz o'zi shuncha yeb deyarli qovunni bir-birini takrorlamaydigan qaysi qanaqaligi esimizdan ham chiqib qoldi. Xullas bir so'z bilan aytganda ta'riflashga til ojiz. Agar siz vohaga yo'lingiz tushsa, vodiydan yoki Toshkentdan vohaga yo'lingiz tushsa yoki vohadan Toshkentga yoki vodiyga yo'lingiz tushsa, aynan mana shu Sirdaryo hududidan o'tgan qovun bozoriga Oxirgisi qolib ketdi. qolaversa, Oxirgisi qolib ketdi. Eng qiziq qovun qolib ketdi. Nomini nima demaysizmi? ha, nomi nima? Nomi Tyson. Surxondaryolik Tyson emas. Amerikalik Tyson emas bu. Ha, demak Sirdaryoning qovuni o'zi. Tyson degan qovunimiz qolib ketdi. Buni ham tatib ko'rishimizni Eng aytishadi qiziqarli Qodir aka. Bu qayerda yetishtirilgan bu? Bu ham Sirdaryo. Sirdaryoning qovunlari. Sirdaryoning Tyson qovunlaridan tatib ko'ramiz. Oktagon liga menga jang bering deb chiqmaydi. Faqat yeb maza qilasiz bo'ldi. Ta'mi o'zgacha buni. Qovunni o'zi Oktagon liga demasa ham qovunni yegan odam keyin aytar ekan Oktagon liga deb. Juda ajoyib. Demak, qovunlarni tatib ko'rdik. Ta'mlari bir-birini takrorlamas, o'ziga xos. Agar siz vodiylik yoki toshkentlik bo'lsangiz, vohaga yo'lingiz tushsa yoki vohalik bo'lsangiz, Toshkentga, vodiyga yo'lingiz tushsa, aynan Sirdaryodan o'tgan mana shu qovun bozoriga tushib o'ting, qovunlardan olib o'ting. Hech bo'lmaganda shu yerdan tatib ko'rib keting, mazasiga baho bering, afsuslanmaysiz. Ayniqsa Bahodir akamni mana shu maxsus pavilyoniga ham tushib o'ting. Bu yerda bizning nomimizdan kelsangiz, sizlar uchun bonus borligini aytishmoqda. Imkoniyatdan foydalanib qoling. Qovunlar eng asosiysi bu yerda dona sotiladi, kilo sotilmaydi. Qovunni uyda uyalamiz, kilo sotgan. Bo'lmasa sotaveramiz 5 ming, 10 ming kilosida olaveradi oladigan odam. Lekin qovun uyda bu. O'shaning uchun klientimiz ko'p. Mana klientlar mana ko'ryapsiz kirishini. O'zbekiston bo'ylab hamma biladi bu bozorda. O'shaning uchun qatnom ham tez bu yerda.